muammo paydo bo'lganda, aynan ana shu muammoni yechish uchun to'g'ri savol bilan yondashish, bu aynan u muammoni yechish uchun eng katta qilingan to'g'ri yo'llardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni, ko'pchilik tadbirkorlardan keladigan savol va atrof muhitni analiz qilganimizda, nega mijozlar qaytib kelmayapti degan savolni berishadi. Ochig'ini aytaman, buni ko'pchilik ham bermaydi. Chunki hamma aktiv sotuvga qaratilgan. Ya'ni bugun sotsam bo'ldi degan ma'noda strategiyasiz harakat qilib yotishibdi va hamma bir xil joyga dang aytaylik fokusini qaratib yotibdi. Bu nima degani? Bu aytaylik hamma target degan Instagram reklama beryapti. Lekin mijoz bilan ishlash sifatiga, tizimga, korxonani masshtablashtirishga, aytaylik korxonani ildizini mustahkamlashga, bu narsalarga hech kim fokus deyarli qaratmayapti. Va aynan bugungi mavzu men eng og'riqli deb hisoblagan mavzularimdan bittasi bu nega mijozlar qaytib kelmayapti. Bir marta sotamiz, nega qaytib kelmayapti? O'zi eng zo'r anaqa javobi ham bor buni, video davomida aytaman. Asl sabablari va yechimlari haqida gaplashamiz. Xo'p, ko'p bizneslarda shunaqa holat, mijoz keldi, sotib oldi va yo'qoldi. Bugun shu savolga javob beramiz. Nega mijozlar qaytib kelmayapti, muammo qayerda va buni qayerdan to'g'rilash mumkin? Xo'p, men Bekzod Xanov, kompaniya Bit24 va biz avtomatizatsiya bilan 4 yildan beri 150-200 ga yaqin korxonalarga avtomatlashtirish xizmatlarini ko'rsatdik. Avtomatlashtirish xizmatlari sotuv va marketing yo'nalishlari bo'yicha aytaylik o'zimiz talab tavsiyalarimizni berib, yordamlashga aytaylik o'z hissamizni qo'shdik va bugungi mavzuyimiz quyidagicha bo'ladi. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, eng katta xato hamma sotuvni bir martalik deb o'ylaydi. Ya'ni bir martalik deb o'ylashadi. Ko'pchilik biznes egalari shunaqa fikrlaydi, sotib oldimi bo'ldi. Keyin yana o'zi keladi. Biz o'zimiz ishimizni qildik. Lekin haqiqat boshqacha. Bugungi bozorda eng katta foyda bu qayta sotuvda. Yangi mijoz topish qimmat, chunki reklama ketadi, vaqt, resurs ketadi. Yana qaytadan yangi mijozni jalb qilasiz. Eski mijozga sotish esa bu oson, arzon va tez. Chunki u biladi. Biroz eslatsangiz, misol xarid qiladigan bo'lsa, xarid qiladi. Lekin muammo nimada? Biz bu mijoz bilan aloqani uzib qo'yishimizda. Ya'ni prosta sotganimizdan keyin ishimiz bitdi, falonchi bo'ldi, aytaylik bo'ldi. Bu mijozni esdan chiqarib, yana reklamaga pul sarflayveramiz, 10 talab sotuvchilarni olib tashlaymiz, qarochi hamma karate bo'ladi. Ochig'ini aytaman, men bozor analiz qilgan holda ko'rib bilib turib, men aytaman, что deyarli 90% xatolar qilib bo'lingan biznesda. Ya'ni bu xatolarni u yoki bu tadbirkorlar qilib bo'lgan. Faqatgina mana shu yo'nalishda ketmoqchimisiz, shu narsani qilmoqchimisiz, shunchaki ko'zni kattaroq ochib, ochkini yechgan holda analiz qilish kerak xolos. Xo'p, men bir ikkita narsa qilmoqchiman. Qani kim nima qilyapti, nima qilgan? Shunchaki aytaylik, u xatoni borib o'zingiz qilganingizdan ko'ra, o'sha xatoni qilgan insonlar arzimagan summaga aytaylik pul to'lab, o'sha xatoni sotib olganingiz yaxshiroq. Aytaylik, suhbatni davom ettiramiz. Ya'ni mijoz bilan aloqa uzilib qolishi va qayta sotib bo'lmasligi. Asosiy sabablardan bittasi bu mijoz sotib olgandan keyin unutilib qo'yishida. Ya'ni mana siz ham xaridor bo'lgansiz, tadbirkor, mutaxassis misol uchun, siz ham xaridorsiz. Hammamiz qayerdadir xaridor, qayerdadir sotuvchimiz. Sizga nimadir sotishgan, misol uchun, uyingizda turgan, qo'lingizda turgan telefoningiz, uyingizda turgan stolingiz, uyingiz misol uchun, bilmayman. Masala nimada? Mijoz sotib olgandan keyin esdan chiqarib qo'yishgan, siz ham ularni esdan chiqarib olgansiz. Mijoz sotib oldi, pul olindi, hammasi tugadi. Keyin nima bo'ladi? Hech kim so'ramaydi. Qoniqdingizmi, yoqdimi, to'g'ri keldimi, xursandmisiz? Hech kim eslatmaydi. Hech kim foydali taklif yubormaydi. Misol biz ham bir narsa olgan ekan, biz sizga ana narsani bermoqchimiz. Hech kim aloqani saqlamaydi, ya'ni aloqada bo'lmaydi u mijoz bilan. Mana muammo nimada? Men ularga faqat pul uchun kerak bo'lgan ekanman, shuning uchun qaytmaydi. Mijozlarda yana ham tushuncha shunaqa paydo bo'lib qolishi mumkin. Sotuv bo'lgandan keyin tuppa etib aloqani o'chirib qo'yadigan aytaylik, sotuvchilar, mutaxassis, konsultantlar mijozni shunaqangi tushuncha paydo qilishi mumkinki, bo'ldi, sotib bo'ldim, bo'ldi, hammasi hal, telefon qilib so'ramayman. Vaholanki mijoz bilan aytaylik muloqot o'rnatganingizdan keyin, sotib bo'lganingizdan keyin bir og'iz so'rasangiz, nima bo'ldi? Yaxshimi? Qoniqdingizmi? Hammasi joyidami yoki keling almashtirib beramiz yoki keling boshqa joyni ko'rib chiqamiz desangiz, mijoz sizdan ko'ra yaxshiroq insonni misol uchun aniq qilmaydi-da, ya'ni prem mijozni esida qolib ketasiz. Lekin suhbat davom ettiramiz, bu haqida yana gaplashamiz. Asosiy sabablardan bittasi, ikkinchisi bu mijoz bilan muloqot qurilmaydi.
sotuv bu nafaqat mahsulot sotish, balki sotuv bu munosabat. Ya'ni ko'p sotuvchilar faqat bitta narsaga qaraydi, bugun sotish kerak. Lekin mijoz quyidagilarni xohlaydi: e'tiborni, esda qolishi, aloqa davom ettirish, o'zini muhim his qilishni xohlaydi. Agar mijoz buni sezmasa, u sizni unutadi va boshqa joydan sotib oladi. Bu shunchaki havodan olingan gaplar emas. Men maksimalni harakat qilamiz, что qo'yilayotgan videolar, berilayotgan ma'lumotlar prям og'riqdan kelib chiqqan, amalda ko'rgan tadbirkorlar bilan suhbatlashgan, sotuvchilar bilan suhbatlashgan holda video yuklaymiz. Keyingisiga asosiy 3-sababga o'tadigan bo'lsak, bu mijoz esdan chiqadi. Tizim yo'q. Endi real sababiga o'tamiz. Ko'p sotuvchilar aytadi: "Keyin yozaman, keyin qo'ng'iroq qilaman, eslab qolaman." Aslida unutadi, band bo'ladi, yangi mijozga chalg'ib ketadi. Va eski mijoz yo'qoladi. Bu yomon sotuvchi degani emas, lekin bu tizim yo'qligida. Ya'ni prosta tizim yo'q, unga eslatgani, tizim yo'q, qayta sotuv qilgani. Xo'p, keyingi mavzuga o'tamiz, 4-sababga o'tamiz. Qayta sotuv strategiyasi yo'q. Mana hozir siz bilan gaplashayotgan mavzuyimiz ko'p bizneslarda ochiqni aytaman, savol berish mavzusida oddiy savol ham bermaydi-da. Men shu bitta narsani xohlardim, что biznes yurg'izyapmiz, o'zini tadbirkor deb hisoblashdan oldin, xo'p, o'zi tadbirkor kim, nima qilish kerak, uni vazifasi nimadan? Mana sizlar bilan biz gaplashyapmiz. Sotuvchining vazifasi, marketolog, integrator vazifasi mana bunaqa. O'rtoqlar, bitta narsani tushunib olish kerak. Hurmatli tadbirkor, o'zi tadbirkorning vazifasi nima degan savolni o'rtaga qo'yish kerak. U nima qilish kerak o'zi? Men aytaman, tadbirkor bu bosh, u strategiya tuzish bilan ovora bo'lish kerak. Ya'ni ertaga, ya'ni biznesni ertasi haqida bosh qotirish kerak. Mana nimaga u asosiy fokusini qaratish kerak. Va asosiy 4-sabab ham qayta sotuv strategiyasi yo'qligida va quyidagi savollarni biznes egasi bermasligida. Qachon yana sotamiz, nima taklif qilamiz, kimga yozamiz, qayta bog'lanish kerak degan savollar yo'q. Ya'ni mijoz bor, lekin undan foydalanilmaydi. O'shaning uchun biz aytamiz, CRM o'rnatinglar, telefonga o'rnatinglar, mijoz bazasini shakllantiringlar, qo'ng'iroqlar ovozli yozilsin, analiz qilinglar, chiroyliroq, yaxshiroq, qulayroq takliflar beringlar. Mijoz sizlarda qolsin. Nima bo'ladi? Shunda sotib oladi, 1 oy o'tadi, 3 oy o'tadi, aytaylik mijoz esdan chiqariladi va qayta sotib bo'lmaydi. Bu paytda mijoz boshqa joydan yana qaytib sotib olgan bo'ladi sizlarning narsanglarni yoki xizmatlarni va hokazo. Bu muammoni qanaqa yechish mumkin degan savolga endi biz inshaalloh javob beramiz. Yechim murakkab emas, lekin tizim bo'lishi kerak. Mijoz sotib olgandan keyin qayta aloqa uzilishi kerak emas. Masalan, atir biznesida misol qilib keltiraman. Atir sotiladi, 2 haftadan keyin mijozga qayta aloqaga chiqib, hammasi yaxshimi? Misol uchun so'raladi, ana undan keyin ham yana 1 haftadan keyin aloqaga chiqib, ularga probniy atirlar jo'natiladi. Ya'ni mana bizda yangi partiya keldi, sizga aytaylik sovg'a tariqasida jo'natamiz deydi. Yana 1 haftadan keyin qayta sotuv amalga oshiradi. Oddiygina tushuntirdim. Xo'p, yechim murakkab emas. Xo'p, mijoz sotib olgandan keyin qayta aloqani uzmasligingiz kerak, qayta aloqa oldindan reja qilishingiz kerak, mijozlarni segmentatsiya qilishingiz kerak, qayta taklif nazorat ostida bo'lishi kerak. Bu hammasi CRM sistemasida joriy qilinadi. Endi CRM tizimi nimani hal qiladi desangiz, mijoz bazasini saqlab qoladi. Kim qachon sotib olganini ko'rib turasiz, qachon yozish kerakligini, qachon telefon qilish kerakligini eslatadi sotuvchilaringizga, qayta sotuv rejalashtiriladi, mijoz yo'qolmaydi. CRM bu yoqda siz o'rningizga sotib bermayapti, lekin CRM bu yerda sizga unutmaslikka, ya'ni mijozni esdan chiqarmaslikka yordam beradi. Va aynan shu sababli mijozlar sizdan qaytib keladi. Eng muhim xulosaga keladigan bo'lsak, mijoz ketmaydi, mijoz hech qayerga yo'q bo'lib qolmaydi. Mijoz o'sha, faqat uni esdan chiqarib qo'yiladi xolos. Mijoz bilan aloqa bo'lsa, tizim ishlasa, sotuvchi eslatib tursa, mijoz qaytadi, yana sotib oladi va sikl xuddi shunaqa davom etaveradi. Siz reklamaga tikayotgan pulingiz aytaylik o'zini bir necha karraga oqlaydi. Yakuniy xulosa yasaydigan bo'lsak, agar sizda ko'p mijoz bilan bir marta sotib olib yo'qolib ketayotgan bo'lsa, muammo reklamada emas. Muammo mijoz bilan ishlash tizimida. Kim buni tushunsa, biznesini keyingi bosqichga olib chiqadi. Ya'ni bitta mijoz maksimum o'sha mijozlarga fokus qaratib, e'tibor berib, aytaylik sotuvni oshirishi mumkin. Yana bitta xulosa tarzida aytaman sizlarga, sotuv bu bir kunlik jarayon emas. Ya'ni bugun bo'ldi, ertaga yo'q emas. Shunga hurmatli aytaylik, regiondagi tadbirkorlarimiz asosan bizda shunaqa savol keltirib chiqishadi. Regiondagi 12 ta viloyatdagi, butun respublikadagi tadbirkor akalarimiz, ukalarimiz bu videoni ko'rishadi. Ularga ham yana Toshkentdagi umuman butun boshli tadbirkorlar aytgan bo'lardim, sal kengroq fikrlashimiz kerak.
uzoqroq strategiya qilishimiz kerak. Ana o'shanda bizani biznesimiz faqat o'zimizning cho'ntagimizga foyda keltiradi, balki bir nechta aytaylik xodimlarimizni va aytaylik jamiyatga foyda keltirishni boshlaydi. Hozirgi esa kichikgina biznesinglar faqatgina o'zinglarni aytaylik nima desa bo'ladi, o'zinglarni как бы yurishinglarga yetyapti xolos, misol qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. Biz uni kengaytirishimiz kerak. Ana undan keyin kichik biznes o'rtaga keyin katta biznesga aylanadi. Hozirgi yo'l bilan ketadigan bo'lsa, kichikligi o'rta kichikka qarab ketaveradi, katta biznes ham sekin o'rta segmentga tushib qoladi. Chunki biznes rivojlanmasa, orqaga ketadigan narsa bor. Fikrlar bilan bo'lishdim. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Men Bekzod Xanaf, avtomatizatsiya va sotuv bo'yicha mutaxassis. Aytaylik, qanaqadir savolingiz bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Tabiiyki, vaqtimizdan, ilojimizdan kelib chiqqan holda javob beramiz, tavsiyalar beramiz. Tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz ham, tabiiyki, biz orqali tizimlashtiradigan bo'lsangiz, bir nechta qulay variantlar qilib berish imkoniyatimiz bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'ling. Tabiiyki, chunki keyinchalik yana ham chuqurlashtirilgan mavzularda suhbatlashishni reja qilganman. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.